Assalomu alaykum aka-ukalar. Yana bir faizli xonadonimizga mana krashinning eshiklarini qilib berganmiz. Plyumslar bilan birgalikda. U egalari paketini yechmay turasiz degan holatlarga yechmaganmiz. 7 ta eshik qilib berganmiz общий. Kuxnalargacha. Eshigimiz balandligi 2.25, eniga 90. Bu ikki qanotimiz. Bu hammom eshik. Bu yerda ham plyumslargacha bo'lgan. Bu ham hammom eshik. Assalomu alaykum aka-ukalar. Yana bir faizli xonadonimizga mana krashinning eshiklarini qilib berganmiz. Plyumslar bilan birgalikda. U egalari paketini yechmay turasiz degan holatlarga yechmaganmiz. 7 ta eshik qilib berganmiz общий. Kuxnalargacha. Eshigimiz balandligi 2.25, eniga 90. Bu ikki qanotimiz. Bu hammom eshik. Bu yerda ham plyumslargacha bo'lgan. Bu ham hammom eshik.